Xayrli aka, nima qilyapsiz? Qalaysiz? Abdullo, sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Hamma. Bitta hajmiga ko'rib o'tiruvdi. Ha. Nasibam buzilib qoldi. Qarang nima ekan? Magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalchi, balki asfalt qiladigan mashina kerakdir. Akasiga tor shim, sinisiga kalta yubka, o'lgan buvisiga yangi kafan, otasiga aroq zavodi, onasiga kampiz zavodi. Shunaqa qilib kuyov bola uchrashuvga kelgan. Ha. Kuyov bolani xafa qilib qo'yishdi. Ha. Unga ko'p chiqim aytish bordi. Kuyov bolani ahli boshdan ozib qoldi. Hammani so'kib beryapti mana. Hozirgi mana shu paytda ham qiyin bo'lgan. Hozirgi paytda ham qiyin. Qancha bo'lyapti endi ular, rasodlar? Mol bolaga qo'yilgan qadam bilay, lekin hisoblasa bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bir hisoblab ko'ramizmi? Qani hisoblab ko'ramiz hozir. Ketdik. Hozir. A few moments later. Bo'ldi. Keling. Hisoblab oldingizmi Xayrli aka? Ha, bu yoq juda qiziq bo'ldi, hisobladim hammasini. Nima bo'ldi? Qani bir ayting. Hammasini hisobladim. Jami kuyov bolaga kelin tomondan 1 kunlik, 2 kunlik to'y o'tadi, ketadi deb 45 dan ortiq mahsulot narsalarni aytishibdi. Narxi qanaqa bo'ldi? Bular narxi 60 milliondan 60 million plus minus 60 millionga borib qoldi. Oho, bir 5 minglarga borib qolibdi-da. Ha, bugungi kunda o'zbek pulida 60 million, shu 5 ming tashkil qiladi, shunaqa bo'ldi. Qimmat qanaqa bo'ldi endi? Ha, bular ichida qimmat narsasi bor. Haqiqatda ikkita qo'yayotgan, boshida shu ikkita qo'yayotgan, har xil narsalar aytgan, qo'yayotgan suv, guruch, bular ichida eng qimmat shu ikkita qo'y 10 million so'm tashkil qilar ekan. Arzonlaridan-chi? Eng arzoni yarim kilo murch 50 ming so'm. Yana bir bular ichida eng qizig'i bor, bularda o'lgan bo'lisiga masjid kavshirlar bitta ko'ylak so'ragani ancha qiziq bo'ldi. Baribir boshqa bo'lgan ekanda oldingi. Ha, bularning urf-odatlari boshqa bo'lgan, baribir o'zbekchilik degan, mahalla-ko'y, boshqa mahalla-ko'yda oldin nima bo'lamiz deb ancha-muncha narsalarni aytishmoqda. To'g'ri. Hozirgi paytda nima deysiz endi bunaqa narsalar? Ha, hozirgi paytda endi bular ham mana yoshlar bor, baribir to'y bor, to'lqin bor, mahalla-ko'yda oldida hurmatimiz boshqa deb harakat qilamiz. Xalq uchun bir ehson qilay deymiz. 1-2 kunlik to'ydi deb ikki tomon, qiz tomon ham, o'g'il bola, o'g'il tomon ham, yigit tomon ham bir-birini qiynab olmasligi kerak. Men shuni aytamizki, baribir oxir-oqibat shu bir-biriga og'irlik qilmasdan, bir-birini to'g'ri tushunib, kamchiqim qilib, to'y qilib, yoshlar baxtli bo'lsa, shu hammani xursand qiladi. To'g'ri. Mayli, rahmat sizga, Xayrli aka. Rahmat, hammalarga salom.